O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-noyabrdagi jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoniga asosan Bosh prokuratura akademiyasi negizida O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasini tashkil etish hamda unda jinoyatlarni tergov qilish sohasida kadrlarni amaliyot bilan uzviy bog'liqligini ta'minlagan holda yagona yondashuv asosida tayyorlashga qaratilgan uzluksiz o'quv tizimi yo'lga qo'yilgan. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi bakalavriati tergov faoliyati yo'nalishi bo'yicha o'qishni davom ettirmoqchi bo'lgan bitiruvchi yoshlarni ushbu akademiyaga o'z qiziqishlaridan kelib chiqqan holda yo'naltirish maqsadida Qo'qon shahridagi maktablar direktorlari bilan Farg'ona viloyatida faoliyat olib borayotgan prokuratura xodimlari o'rtasida o'zaro muloqot bo'lib o'tdi. Shahardagi 6-umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkillangan tadbirda mutasaddilar ishtirokchilarga akademiya haqida umumiy ma'lumotlar berdilar. Avvallari Ichki ishlar akademiyasi yoki Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi yoki bojxona institutining o'zida tergov faoliyati bor edi, yo'nalishi yo'q hozir. 257-sonli farmon bilan huquqni muhofaza qilish akademiyasiga o'tkazilgan muhofaza qiluvchi idoralarga tergovchilarni tayyorlab berish. Shuning uchun tergov faoliyati yo'nalishida kadrlar akademiyada tayyorlanadi. Maxsus talablar bor. Yigitlar uchun bo'y 1.65 dan kam bo'lmasligi kerak, qizlar 1.60 dan kam bo'lmasligi kerak. Shuningdek, qabul jarayonlari, ichki tartib qoidalari, imtiyozlar haqida ham batafsil gapirildi. Akademiyaning shart-sharoitlarini aks ettiruvchi maxsus rolik ham namoyish etildi. Inson qadrini ulug'lash va adolat ustuvor bo'lishi tarafdorimisiz? Yakunda maktab direktorlari ta'lim muassasalarida bitiruvchi yoshlarni qiziqishlaridan kelib chiqib, ushbu akademiyaga yo'naltiradigan bo'ldilar hamda o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutasaddilardan tegishli javoblar oldilar.